Men maktabda o'qigan paytlarim Bad Boy siz haqingizda eshitganman. 2013-yil 15-uch dramasi bilan tanilganmiz. Ko'kchin mozorida avariya bo'ldi. Va bu qo'shiqlaringizga yomon munosabat bildiradigan hayterlar ham yetarlicha. Yetarli. Ularga munosabatingiz? Yomon bo'lsam uzoq yuring, sizga ozor yetmasin, namuncha sovsan deb sovutganlar yetmasin, o'zidan ketmasin, kimligini bilib bo'ldim. Yomonsan deganlar uchun hamma yaxshilikni qilib bo'ldim. Tushunarli. Bu Hozir rahmat talqinini chiroyli qilib berdilar, ifodalab berdilar. She'rga yaqinlashing. Shuncha shoirlar she'r yozadi. O'shani repga solib ayting, baraka topkur, o'zingiz yozmaysiz, shoir emassiz. O'sha shoirlar siz his qilgan narsani 100 chandon ortiq his qiladi. Bu gapingiz bilan shoiri so'zini aytmayman deganingiz bilan siz Hazrat Navoiydek, mana o'zimiz zamondoshim Erkin Vohidovdek, Muhammad Yusufdek shoirlarni kerak emas menga o'qimayman demoqchisiz. Shunaqa to'g'ri bo'ladimi shu gap?